Sizni befarq qoldirmaydigan 5 ta top klassik asarlar. Voynishning sonasi 19-asrdagi yosh Italiya revolyutsion yerosti harakati, yosh Arturning hissiyotlari, ota va bola ziddiyatlari va albattaki sevgi bor revolyutsion asar. Dostoyevskiyning Jinoyat va jazosi. Kambag'allik ayb emas, yo'qchilik illat. Raskolnikov, kampir, bolta va insondagi vijdon azobi o'zi tomonidan o'zini jazolanishi shu asarda. Bu asarga ta'rif menimcha ortiqcha. Remarkning uch og'aynisi. Remarkni aynan shu asar bilan boshlash kerak deydiganlar juda ham ko'p. Men ham aynan shu asar bilan Remarkni boshlaganman. Uch og'ayni, urushdan keyingi davrlar, muhabbat va albattaki Remark bilan birga yuradigan tuberkulyoz aynan shu yerda. Martin Eden, inson va jamiyat, jamiyatdagi tabaqalanish va bir bolaning bir qizga sof muhabbati, jamiyatdagi unsurlarni ko'rib bor umidlarini chil-parchin bo'lishi, betakror. Juma, Graf Monte Cristo va o'sha paytdagi qasos, davr, Burbonlar, Napoleon barcha shu asarda.